Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Hammalar dehqonchilarga Alloh baraka bersin. Mana poliyamizda terim bo'lyapti. Opalarimiz terishyapti. Chiqayotgan holat mana. Hop, mana shu bir 3 kilolik idishda mana bitta-ikkita chiriganlarni eng tepasiga qo'yib qo'yamiz biz bunday qilib. Yana oyoqda tashlab yuborib isrof qilgandan qo'ni qo'shilib beraveramiz. Tagida unaqa qo'yilmaydi. Kecha mana Toshkent Food City'ga olib bordik. Bugun mana 26-aprel bo'lsa, hop 25-aprelda olib bordik. Hop 35 mingdan 40 minggacha topshirdik onu. Endi yerda turibdi 20 mingdan ham turibdi, qulpnaylar. Sifatiga, ta'miga qarab narx berilar ekan. Qulpnaylar mana solib yotibdi hali. Terman bo'lyapti. Chiqishi ham zo'r. Har 3 qadam, 4 qadamda mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu orasi 3 metr. Plus minusida. Naryoqgacha. Mana shu agatimizda hozir 30 metr joyda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita tog'ora bor ekan pashta. Bu yoqda ham shu mana. Bu yerda ham shu. Mana shu beshidan ketaylik. 1 2 3 ikkinchisi mana qadam tashlaymiz yana 1 2 3 mana uchinchisi bu yoqda ham bor o'sha 1 2 narigini bu yoqda ham bitta bor mana bu yerda ham bitta bor. Xudo xolasa chiqishlari solishlari ham juda chiroyli ekan, albatta. Haqiqatdan hosillar juda go'zal ekan bularni. Bu tomonda ham o'sha. Shu 42 sotik maydondan bir uzganda 1 tonna oshiq uzganmiz. Qolayotganlari. Mana shu boshqa sortlar hozir mana 20 mingga, 15 mingga tushib ketdi. Lekin mana o'zimiz mana biz Qayiqi bozoriga ham beryapmiz. Qayiqi bozorida 25 mingdan olyapti. Katta kichik bitta sartaroshga aralash.